Bomdodga jamoatga chiqqan inson bilan hatto bomdodda uyda o'qigan insonning ham farqi bo'ladi. Bomdodda uyda o'qigan inson bilan bomdodda o'qimagan insonning ham farqi bo'ladi. Agar to'shakdan turib bismillah deb tursa, payg'ambar alayhisalom aytganlaridek, Alloh taolo bitta tugunni yechib qo'yadi. Shayton kechqurun tugib qo'ygan bo'ladi tugunni. Sahih hadisda keladi. Banda uxlaganda shayton 3 ta tugunni tugadi. Farqut innaka laylun tawil. Albatta sen uchun deydi, tun hali uzun. Farqut, uxla deydi shayton. Agar bismillah deb o'rnidan tursa, Allohni zikr qilgani uchun bitta tugun yechiladi. Borib tahoratini olsa, ikkinchi tugun yechiladi. Va 2 rakat bomdodni sunnatini o'qisa, u tugunlarni hammasi yechiladi va u eng chiroyli holatda, pok holatda, shijoatli holatda uyg'onadi dedilar payg'ambar alayhisalom. Agar unday bo'lmasa-chi, uni aksi bo'lsa-chi, uyqudan turmasa, to'shakni tagida uxlab yotaversa, Alloh uni chaqirayotganini his qilmasa, "Ey bandam, namozga tur, men sen bilan suhbatlashmoqchiman" deganiga e'tibor bermaydigan bo'lsa nima bo'ladi? Payg'ambar alayhisalom uni ham javobini berdilar. U dangasa holatda uyg'onadi ertalab dedilar. Soat 8da, 9da, 10da quyosh chiqib ketgan, bomdod qazo bo'lgan, o'qimasdan beytini yumay, nonushtani qilib qilmay, yana dunyoga mashg'ul bo'ladi. Endi u banda uchun peshin ham og'irlik qiladi. 1 soat abed og'irlik qilmaydi, chaqchaqlashib o'tirish og'irlik qilmaydi, bitta Isuzudagi yuk tushirish ham og'irlik qilmaydi, lekin 10 daqiqaga peshin ham og'irlik qiladi hatto. Nimaga? 1 soat yuk tashish og'irlik qilmayapti-yu, lekin 10 daqiqalik namoz og'irlik qilyapti. O'ylab qaralganda bu ish og'irroq bundan ko'ra. Yuk ko'tarasiz, 1 soat vaqt sarflaysiz, kuchingiz ketadi, kechgacha charchaysiz, tik oyoqda turasiz. Lekin nimaga 10 daqiqalik namoz og'irlik qiladi desa, javob ertalabki. Chunki shayton tutgan tugun hali yechilmadi. Shayton tutgan tugun yechilishi uchun ertalabdan harakat qilish kerak bo'ladi. Endi Alloh aytayapti, siz tugunlaringizni yechishingiz uchun bomdodga turing deyapti. Ertalabki namozga turing. Eng namozlarning xirozi mana shu bo'ladi, bomdod bo'ladi.